Bemor tayyormi? Operatsiyani boshlaymizmi? To'xtang doktorjon, men bepul operatsiya qildiryapman-da. Ish qilib yaxshi operatsiya qilasizmi? Qo'rqib ketyapman. Pul to'lamaganman, vaucher asosida kelganman. Bizda aynan jigar va buyrak transplantatsiyasi uchun vaucher orqali bepul amaliyotlar o'tkazib kelinmoqda. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi uchun Qurbon hayiti munosabati bilan tibbiy vaucherlar berilgan edi. Bugun aynan mana shu vaucherlar asosida jarrohlik amaliyotlari boshlandi. Neyroxirurgiya bo'limlarida ham mana shu epilepsiya, tutqanoq xurujlarini chip bilan davolab, mana bemorlarimizga shifo topib ketishga juda katta amaliy va ilmiy jihatdan sharoitlar yaratilgan. Hozirgi vaqtda bizning klinikamizda bir nechta bemorlarimizni yuqori texnologiya operatsiyalar uchun mana vaqf jamg'armasida vaucherlar hisobidan bizga bemorlarimizga bepul tibbiy xizmatni amalga oshirib kelmoqdamiz. Davlatdan vaucher berdi. Shu noyabr oyida bildik, shu og'riq, shamollash, yutal bilan doktorga bordim. Analiz topshirdim. Buyrak yetishmovchiligi dedi. Shu bilan davolandim. Almashtirish kerak dedi. Donor topdik, xudoga shukr. Endi almashtiramiz deyapmiz. Shu kabi xayrli ishlar nafaqat Samarqandda, balki respublikamizning barcha hududlarida amalga oshirilmoqda.